Diqqat aholiga tezkor xabar. Endi xavotirga o'rin yo'q. Toshkentda qizlarga hujum qilib kelgan manyak qo'lga olindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Toshkentda qizlarga hujum qilib kelgan manyak qo'lga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qilishicha, avval sudlangan 26 yoshli Otabek Madumarov Amir Temur ko'chasidagi yer osti o'tish joyida 21 yoshli qizga hujum qilgan va u kuch ishlatib qiymati taxminan $500 bo'lgan telefonni tortib olgan va voqea joyidan yashirinib qolgan. Ushbu shaxsdan jabr ko'rganlar va boshqa fuqarolar bo'lsa 71lik kod bilan 206 42 54 raqamiga yoki qisqa 102 qisqa raqamlariga murojaat qilishingizni so'raymiz, deyiladi Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida.